Shu narsani o'qiyotganmidingiz? Ber, o'qib ko'ray. Bermayman. Bersangchi. Gaplaring menga ta'sir qildi. Toha. Senga Qur'onni badbaxt bo'lishing uchun nozil qilganimiz yo'q. Magar qo'rqqan kimsalarga eslatma bo'lishi uchun. U yerni va yuksak osmonlarni yaratgan zotdan nozil bo'lgandir. U Rahmon arshga istivo qildi. Osmonlardagi narsalar, u yerdagi narsalar, ularning orasidagi narsalar, u yer ostidagi narsalar unikidir. Sen agar so'zda ovozingni yuksaltirsang ham bas, albatta u sirni ham, maxfiyni ham bilguvchidir. Alloh undan boshqa ibodatga sazovor iloh yo'q zotdir. Go'zal ismlar unikidir. Albatta men o'zim Allohdirman. Mendan o'zga iloh yo'q. Bas menga ibodat qil va meni zikr etish uchun namozni to'kis ado et. Albatta qiyomat soati kelguvchidir. Har bir jon sayi harakatiga yarasha jazo olishi uchun uni maxfiy tuturman. Unga iymon keltirmaydiganlar, havoyi nafsiga ergashganlar seni hargiz undan to'smasinlar. U holda halok bo'lasan. Qurayshliklar shundan qochayotgan edimi? Bu gaplarni aytgan zotgina ibodat qilishimizga loyiqdir. Rasulullohning sen haqingda aytgan duolari ijobat bo'lishini umid qilaman. Shunday duo qilgan edilar. Allohim, Amr ibn Hisham va Umar ibn Xattobning qaysi biri senga mahbubroq bo'lsa, o'sha ila islomni aziz qilgan. Menga Rasulullohning manzillarini beringlar.